Diqqat, xalq tezkor xabar. Ertadan boshlab kelgusi 10 kun davomida O'zbekistonda qanday ob-havo bo'ladi? Kanalimizga obuna va like tugmachasini bosib qo'ying. Ertadan boshlab kelgusi 10 kun davomida 15-avgustdan 24-avgustgacha O'zbekistonda jazirama issiq to'lqin asta-sekin chekinishi va shimol-g'arbdan kirib keladigan salqin havo massalari hisobiga haroratning sezilarli darajada pasayishi kutilmoqda. Hafta oxirida 16-17 avgust kunlari harorat avval shimoliy hududlarda, so'ngra butun respublika bo'ylab me'yoriy ko'rsatkichlarga tushadi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarimiz shulardan iborat edi. O'zingiz va o'zgalar hayotiga befarq bo'lmang. Xayr, salomat bo'ling.